8. Demek molekulasida oltin bo'lgan amino kislota deydi. Uzr. Oltinni sevaman-da shunga. Oltin demak sistein, bilamiz a? Yaxshi. Serinda nima bor? Serinda oltinga kirib bormi yoki o'qashbami? O'qashba, yodingizdan chiqmasin. Serin belgilasammi? Sistein. İkisi bor deb yodlab ketinglar, bo'lmasa ikkisi bor deb. Yaxshi. Keyin 9-chi. S12H22 O11 bo'lsa qaysi? Tushundik ha? Disaxaridlar nima bo'ladi? Gidrolizlanganda necha xil monosaxarid hosil qiladi? Ikkita monosaxarid. Ikkitasi bir xil bo'lishi mumkin, har xil bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Saxarozadan ikki xil monosaxarid chiqadimi yo bir xil chiqadimi? Glukoza bilan fruktoza chiqadi. Maltozadan ne? Ikkita glukoza chiqadi. Xo'p, to'g'ri aytdingizlar. 10-misolni ko'ramiz. Tarkibida 1 mol kalsiy gidroksid bo'lgan eritma orqali 44,8 litr karbonat angidrid o'tkazildi. 44,8 litr. Necha mol bu? 2 mol ekan. 1 mol kalsiy gidroksid. Qaranglar. Kalsiy gidroksid 2 mol o'tiramiz. Nima bo'ladi? Dastlab nechik bo'ladi jarayon? Kalsiy gidroksidda boshlab karbonat angidridni qo'shamiz. Kalsiy karbonat chiqadi. Cho'kma tushadi. Tushundikmi? Dальше yana qo'shamiz kalsiy karbonat. Karbonat angidrid plus suv. Kalsiy gidrokarbonat chiqadi. Endi diqqat etinglar. Dastlab bizda novi bor edi. Shunga qaraymiz. Dastlab nima bor edi bizda? Dastlab bizda kalsiy gidroksid bor edi. Bu ishqor hisoblanadi. Tushundikmi? Mana bu ishqor, ishqor suvda yaxshi eriydi, dan ionlari yaxshi ajraladi. Tushundikmi? Ionlar ajralganlik uchun ham bu dastlab tokni o'tkazadi, tok o'tkazadi. Endi qaranglar. Bu karbonat angidrid o'tkazib turibdi. Dastlab azdan o'tkazganing sayin mana bu ionlar ajralib biladigan ishqorni karbonat angidrid yeb cho'kmaga aylantiradi va cho'kma suvda erimaganligi uchun ion hosil qilmaydi. Tushundikmi? Ion hosil qilmagani uchun ham o'sha eruvchanlik nima qiladi? Tok o'tkazuvchanlik kamayib boshlaydi. Keyin yana ortiqcha miqdorda qo'shilgan karbonat angidrid cho'kmani eritib mana bu kalsiy gidrokarbonat tuziga aylantiradi. Bu suvda erigani uchun bu qaytadan dissotsiyalanadi. Dan eruvchanlikni, tok o'tkazuvchanlikni yana oshiradi. Tushundikmi? Demak, bu holatdan kamayadi. Ya'ni nima qildi? Kalsiy gidroksiddan kalsiy karbonat o'tgan vaqtda tok o'tkazuvchanlik kamayadi. Kalsiy karbonatdan kalsiy gidrokarbonat o'tgan vaqtida ortadi. Chunki avval kamayadi, so'ng ortadi degan javob bo'ladi. Bu javob to'g'ri. Tushundikmi? Sizlar aniq tushuninglar, yolg'on tushundim deb o'tirmanglar. Quyidagi qaysi moddalardan kauchuk hosil qilish mumkin? Alkadenlardan. Demak, qaysilar ekan? Butadiyen bilan, butadiyen 1,3 bilan izopren. 12-masala biltir ko'p ishlaganimizdan yodlansin chiqqan bo'lsa kerak baribir. 12-masala. Diqqat etamiz. 12-masala. Endi qaranglar. Bizda tezlik bo'yicha. Sen Dilnura tezlikni qaytadan ko'rib chiqdingmi yo ko'rmadingmi? Muvozanat ko'rding hali ko'ra. Nechun tezlik ko'rmay muvozanat o'tib ketding? Boshlab tezlikdan keyin muvozanat keladi-da. Muvozanat tushunishing oson bo'ladi-da. Tezlik ishlab keyin muvozanat ishlasang. Sen umuman tezlik ko'rmading, to'g'rimi? Amallaysan endi. Endi qaranglar. Bizda qanday formulalar bor? Tezlikni bir qator повторатamiz. Bu o'rtachani hisoblash formulamiz bor, ha? Bu o'rtachada qanday? S1 minus S2 taqsim to yoki bo'lmasa shunchaki deltasi taqsim to. To'g'rimi? Yana bizda bor bu o'rtachani hisoblash formulasi delta n, ya'ni n1 minus n2 dan v, ya'ni n ni v-ga bo'lsa mana bu s'ni beradi. Tushundikmi? Va to degan formulamiz bor. Mana bu birinchi tip formulamiz bizani. Ya'ni tezlikda mana shu formuladan foydalanamiz. Birinchi tip masala deb qaraydigan bo'lsak. Ikkinchisi bor edi, yodingizda bo'lsa a plus b s chiqadi. Mana kichkina a, b, s deb koeffitsient bersam, mana massalar ta'sir qonuni deb o'tganmiz.
Ve buniki V teng K köpeytirilgen. Anı bunçısı mı, ançısı mı? Bunçısı emas mı? Her kasısının özünün koeffitsiyenti boladı. Bu. Mana şu. Keyin bizda bu ikinci tip meselemiz edi. Konsentratsiya, bosim, hajmni o'zgarishi bo'yicha mana shu tipdan foydalandik. Uchinchi tipimiz bor edi. V2 taqsim V1 teng gammani T2 minus T1 taqsim 10 darajasi. Ha? Yoki bo'lmasa bizda mana bunday formula bor edi. T1 taqsim T2 teng gammani T2 minus T1 taqsim 10 darajasi degan. Mana shu formulalardan qaysilari kerak bo'lsa, shulardan foydalanamiz hozir. Tushundikmi? Demak, temperatura bergan bo'lsa, biza birinchi tipdan foydalanib bilamizmi? Temperatura bormaydi. İkinci tipda temperatura bormaydi. Temperaturani ko'rdikmi? Tem bo'lib ikki xil temperaturani ko'rdikmi? Всё, Vantkov. Vantkovda stil bor edi, yodingizda bo'lsa. Aytganman, Vantkov ishlayacak bo'lsangiz stildan foydalaninglar dedim. Ya'ni her birisinin joyi bor edi. T1ni joyi ina dedim. T2ni joyi ina dedim, yodingizda bo'lsa. Ina V1ni joyi dedim. Ina V2ni joyi dedim. Mana gammani joyi dedim. Mana shu joylari bor. Her bir kettakning o'zining qat'iy joyi bor. Tushundikmi? Bemalol buzsang tartibni bo'ladi. Lekin miyani chalkashtirib hortib beradi. Shuning uchun buzmanglar joyini. Mana. Endi, davay. 60 gradus 30 gradus. Sразу gördüm 60 bin 30 mu? Ben oyladım en sразу Vantkov. 60 gradus Celsius. 30 gradus Celsius. Davay. Ki aytdı 60 gradusta mana bu tezlikni aytdi. 3,16 mol taksim litr minut dedi. Hop. Keyin 40 sekunddan keyin modda konsentratsiyasi 2 marta kamaysa dedi dan dastlabki konsentratsiyani toping dedi. Dan gamma 2 dedi. Endi men hozir V2ni joyi pustoy debdi. Men bunga delta ana to 40 sekunddan keyin degan tushuncha to bu. To'ni joyi yo'q mana sizdan endi. Misolimda. Tushundikmi? Shuning uchun men ya'ni 40 sekund 2 marta degan so'zni ishlatmadim. Ve aynen nav bor bo'lsa shuni ko'chirdim. Ya'ni men stilimda nav belgilangan bo'lsa barini ko'chirdim. Endi qaranglar. Ben o 40 sekund neyde durardı, 2 metre neyde durardı degen savol. Nereye zaman degen savol. Unutib cheta surib turamiz. Birinchi etadigan ishimiz juda hamma narsa bor ekan, faqat mana bu yo'qmi ekan? Shuni topib olamiz. Tushundikmi? Birinchi etadigan ishimiz shu bo'ladi. Demak, VT2 ni topib olamiz. VT2 ni topish uchun nima dedik? Formulamiz bor edi, qaytamiz. Yana VT2 ni topish formulasi mana bu yerdan chiqarib olsak bo'ladi. VT2 ni topish uchun gamma T2 minus T1 taqsim 10. Mana bu mahrajda turgan VT1 tenglikni bir yandan olib o'tadi. Böluvchi mi, ko'paytuvchi mi? Demak, ko'paytuvchi ham VT1 bo'ladi. Tushundikmi? Biz hozir ishlatamiz. VT1ni oldin yozamiz, farqi yo'q. Keyin yozamiz, endi yozsam farqi yo'q. Gammani T2 minus T1 taqsim 10 darajasidan foydalanamiz. VT1imiz 3,16. Ko'paytirilgan gamma 2. 2ni qaranglar. 30 minus 60 taqsim 10. Dikkat ettikmi? 2'nin nechanchi darajasi bo'ladi? Ana. Ahamiyat bermasangiz 3 ta ketasizlar. Katta farqi bor. Tushundikmi? Katta farqi bor. 3,16 ko'paytirilgan 2'nin minus 3'üncüsü. Endi qaranglar. 2'nin minus 3'üncüsü degan suratda turibmi, mahrajda turibmi? Ha, demak 3'ni 6, 3,6ni 8'e bo'laman degan savol. To'g'rimi? Bo'lsangizlar 4,5 mol taqsim litr minut bo'ladi. Xo'p, biz ham buni topib bo'ldik. Endi to aralashgan formuladan foydalanishimiz kerak. Qaytaman. To ina bu formulada bor. To'g'rimi axir? Mendan savol bo'ldi. Moddaning dastlabki konsentratsiyasini dedi. Demak, mendan ana u narsa. Mana endi ham so'ramadi. Molini demadi. Konsentratsiya dedi. Mana bu kerakmi endi? V bormi bizda? To bormi? Va mana bu joyga qaraymiz. Tushundik? Ya'ni shundan foydalanacakman. Demak, endi menda V teng, V o'rtacha teng S1 minus S1 bo'lingan 2 desam bo'ladimi? S1 bo'lingan 2 nima bu? S2 bu. Tushundikmi? Ikkinchi konsentratsiya bu. Ikkinchi konsentratsiya birinchi konsentratsiya necha marta kam bo'lishi kerak? Tushundikmi axir? Agar 3 marta kamayadi bo'lsa, men uni qanday tasvirlar edim?
Ha, 4 marta kamaygan desene. Tushundik mahir? Ya'ni birinchisi S1, ikkinchisi ya'ni S2 deganimiz birinchini 2 marta kamaygan bo'lgani uchun 2 ga bo'lib qo'ydim. Bo'ladimi? Keyin 40 sekund dedi. 40 sekund dedi. Hop dedi. Ha bu sekundda turgan bo'lsa, ana minutda turibdi. O holda uni ishatamiz. Minutda o'tamiz. Ha, to'g'ri. Men xato yozgan ekanman. Demak, bu 0.45 ekan. 0.45. Endi qaranglar. Buni sekundda o'tishim uchun nima qilaman? 0.45 ni qaranglar. 1 minut vaqtda necha sekund? 60 ga ko'paytirib o'tdikmi, bo'lib o'tdikmi? Vaqtni ko'paytiramiz, tezlikda bo'lamiz. Demak, 60 ga bo'lamiz. Mana bu 60 ga bo'lsak, mol taksim litr sekund bo'ladi. Shuni ko'chirib mana bu joyga yozaman. 0.45 60. Tushundikmi? Endi bunga umumiy mahraj bersak bo'ladimi? 2 dan. 2 1 bersak bo'ladimi axir? Demak, ishlayman. Mana bu mahraj beraman-da. 2 0 bo'lingan 2 minus 0 bo'lingan 2. Suratda turibmi? Teng bo'ladi. Mana bu mahrajda turgan narsani tengni orqa tarafini ko'paytiruvchi etib o'tamanmi, bo'luvchi etib o'tamanmi? Demak, ko'paytiramiz. 0.45 ko'paytirilgan 40 bo'lingan 60 demandan birinchi turgan ishim nima qilaman? Birinchi turgan ishim mana bu nollarni o'chirish bo'ladi. To'g'rimi? Yana o'chirsam bo'ladimi? 2 ga bo'laman. Bu yerda 2 qoladi. Bu yerda 3 qoladi. 0.45 ni 3 ga bo'lsam 0.15 chiqadimi? 0.15 ni 2 ga ko'paytirsam, davay 0.3 chiqadi. Endi qaranglar. Mana bu tenglamani kasini yechsak, mahrajdan mahraj ayriladimi? Mahraj o'zgarmaydi. 2 0dan 1 0 ni olib tashlasak necha qoladi? 0 qoladi. 0 bo'lingan 2 teng 0 ekan. To'g'rimi? 0 necha? 0.6. Bu javob to'g'ri. Savollarınız bormi? Tushundingizlarmi? Ertaga boshqatdan tushganda talab etaman bu misolni. Onun üçüncü mesela çık mesela. Ha? Maratamaz demek. Demek ucu kararına berilganlar yozish kerak. Bosim tenglikcha. Bu özellik 2 kilopascal. Berilganni yozamiz. Kichkina 0 gradus Celsius. Buni Kelvinga o'tirib olamiz. Bilamiz ha? 273 Kelvin bo'ladi. Agar 20 gradus bo'lganda necha Kelvin bo'ladi? 293. Kelvindagi yana mashhur sharafini eshitamiz endi. Katta T teng bo'ladi. T gradus Celsius qo'shamiz 273,15 ni. Biz 15 ni hisob kitob oson bo'lsin deb qoldirib beramiz. Shunda Kelvin aylanadi. Masalan 25 gradus Celsius desang, 25 ni 273 ga qo'shasan. 298 Kelvin bo'ladi. Tushundikmi? Endi qaranglar. 18 gram bo'lgan dedi. Massa 18. Bizda mendelab qilib mana bunday formulalar bor. PV teng nRT, PV teng mRT taqsim katta M, keyin P0 V0, o'zi mendelab qilib emas bu. Birlashgan gaz qonuni bu. V1 taqsim T1 va hokazo. Bizning formulamiz aynan qaysi masalaga, qaysi formula to'g'ri gap turibdi? Birinchi ham, ikkinchi ham? İkinciga, davay ikkinchidan foydalanamiz. U holda bizga emir kerak ekan. Kimni emiri? Yo'q, qara formula uchun bizga nima kerak ekan? Endi uni emiri bormi axir? Necha uni emiri? 30. Xo'p. Endi biz formuladan foydalandik. Mana bu formuladan PV teng qaranglar. Nima so'rab turibdi? Hajm so'rab turibmi? Hacmi topishim pulini nima qilamiz? Tenglamani. Ha? V teng mRT taqsim P M. Topamiz. M 18, R 8,31. R'ni ham yozib qo'yish kerak, ha? Shohratbek, sen avvalgi stilingda foydalanib, bilasanmi foydalanib? Yodimdan chiqdi.
Ha, keyin 270 oldimi bu? Bölemen P 152 ko'paytiramiz 30. Mana buni qisqartirsam yuqoridan 56 qoladi, to'g'rimi? İşliysen çıksa şu. Sen işledin mi hiç olmasa? Hiç kasın işlemesen hem şunu işledin bu. Düşündük mü? Meşhur sen düşündün mü? Kayta görüp alasan. Yani tema için gerek olan informasyonlarını verdim. Şimdi qaranglar. 0,2 mol metoks metanlı massası. Şunu bilgensizler daha. Ha? Lekin eğer organik ötmegende addi mesele şundan bilmeseniz. Sen doğru işledin mi özü? Hata işlep koyup mu? Sultanbek sen işlep koyup musun? Bilsek болады da. Metoksimetan. Şu. Ne olsun kıyım bunu? Emir 46, 02'ye köpeytirəm. Yaxşı. Keyin 15-ci. 15-ci. Əgər benzol yadrosiga yon zəncirlər 1 və 4 holatda joylashsa, qanday bu? Bunu kimlər bilmədi? Kimlər bildi ya bo'lmasa? Bildingmi sen? Sen bildin mi? Bilmegenler kimler şu? Şu tutarlardan bilmegen var mı? Yaxşı. Ya şundaysa Allah bulat, şunu ham bilmiyorduk ki dediler ha. Hop. 16. mesele. CO plus xlor 2. CO qo'shamiz xlor 2'ni. CO xlor 2 bo'ladi. Endi qaranglar. Bu neye o'xshaydi bu? Massa ta'sir qonuni bo'yicha oson ishlaganmiz. Masalan, qaranglar. Bu qiyin emas bu. CO'ni konsentratsiyasi necha marta o'zgaradi? Ko'ramiz, aniqlaymiz. 0,4 dan 1,2 gacha. Masalan, qaranglar. Men 2000 so'm pulim bor edi, endi 8000 so'm pulim bor. Pulim necha marta ko'paydi? Chet topdingizlar uni? 8'ni bölüp. Tushundingmi? Boshqacha yo'l bilan topmanglar. 8'ni 2'ga bölüp topdik. Ya'ni ikkinchi qiymat birinchi qiymatga bo'linadi. Necha marta o'zgarganini bilish uchun. Demak, bizda qanday bo'ldi? 1,2 ni bölamiz 0,4'e 3 marta ortibdi. S12 bu kobalt emas bu. SO bu. Keyin xlorniki ne? Xlorniki 1,5 ni bölaman yarıma. Buniki ham 3 marta ortibdi. Xo'p. Koeffitsient qo'yamanmi? Ya yetami shu 1 degan koeffitsient o'zi. Demak, endi qaranglar, v2 taqsim v1. Tezlik necha marta oshdi desa, suvni konsentratsiyasi 3 marta oshdi, koeffitsient 1. 3 ni birinchisi. Xlorni koeffitsiyenti 1. Necha marta oshdi? 3 ni birinchisi. Demak, 9 marta oshdi. Tezlik 9 marta oshdi. Tushundikmi? Agar masalan bu NH2 plus ish qilib shu ammiak hosil bo'lish tenglamasi bo'lsa-dan, ha, misol uchun. Masalan, azotniki 4 marta oshib, vodorodniki 2 marta oshsa, ha? U holda qanday bo'lar edi? 4 ni birinchisi, 2 ni uchinchisi bo'lar edi. Qarabsizlarki 32 bo'lar edi. Tushundikmi?